Demek yuqorqi xatoni men demadim, dal xalqarodagi iqtisod ilmidagi boy bo'lishdagi 3 xato rayon. Birinchisi, pulni jiq topsamla cho'qim boy bo'la olayman. Xato. Amaliyotda pul topishdan muhim bo'lgani moliya boshqarish iqtidori. Texim muhim bo'lgani ilmiy omonat va aqliy mablag' solish. Ikkinchi xato rayon. Boy bo'lish uchun cho'qim avval menda pul bo'lish kerak. Bu men atayin. Amaliyotda boy bo'lishda muhim bo'lgan 6 xurishning ichida pul bo'lish faqat bir omil. Üçüncüsü ben bayılmışamı, beni bakıdığan başkalar var. Demek yukarıki xatoni men demadim, dal xalqarodagi iqtisod ilmidagi pul muomala mutaxassisi. Yaqinda bozorga chiqqan intayin ko'zirliq iqtisod boshqarishga doir amaliy qo'llanishchan kitob bo'lgan Latte Factor. Yana Nadia Insu. Men buni pulingizni kimchi qildi deb tarjima qildim. Mushu kitobning avtori bo'lgan David Beck o'tirib qo'ygan 3 xato rayon. Şunu ben 5 yılda izleyotgan barlıq tirishchan do'stlarga David Beck'ninki mushu kitobini o'qib chiqishni tavsiya qilaman. Agar bu kitobni o'qishga vaqtingiz yetmasa, o'qib yoki buning ichidagi meg'izni, ya'ni 3 muhim tadbir, o'nish, qo'shimcha muhim tadbirlarni egallashga vaqtingiz yetmay qolsa, biz 29-islom Urumchining Nansantig'ida tabiatning keng qo'yinda qor saylasi qilg'ash mushu kitobning meg'izini, javhirini 1,5 soat vaqt ichida sizga yetkazamiz. Şunu bu qıtımlıq iqtisod, baxt safari qiziqsangiz, ayrim xonga 29 raqam bilan aloqa nomerini qoldirish orqali biz bilan aloqalashing.